Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 25-aprel sanasi. Bizda mana Teplisadagi grazon pomidorlarimiz. Ancha bo'ldi video qo'yilmaganiga. Tepaga yetay deb qoldi, simaga. Holatlari yaxshi hozircha. Kunlar isiganiga u tomonni ochganmiz. O'zim tomon ochilgan. Kunlar issiq. Tepani ham sal yengilroq loyiqa sepdim. Pomidorlar qiynalmasligi uchun. Hozir kunda holatlari yaxshi. Hosillari pomidorlar hozir kunda endi 0,34 sulfatlarga sekin o'tilyapti. Kaliy sulfat, magniy sulfat. Hosillari kattaligi ancha kattalashib qoldi. Hali bundan ham katta bo'ladi bu grazon. O'tgan yili 600 gram, 700 gram chiqqanlari ham bor edi. Endi bozor u gramlardan uncha suymaydi-yu, lekin birinchi kistlari ancha ayrimlari juda baquvvat bo'ladi, katta bo'ladi. Bu birinchi kist. Mana bu ikkinchi kist. Bu uchinchisi. Mana 4-kist. 5-kist ham gulga kirgan. 6-kist. Endi 6 ta ista qo'yamiz, keyin chekanka qilinadi. Hosillari juda chiroyli. Deyarli bir xil. O'n 15 kunlarda pishib boshlaydi, xudo xolasa. Yana video qo'yib boraman. Haftalardan keyin, masalan, shu birinchi kist atrofidagi barglar bu olinadi. Bu ikkinchi kistgacha bo'lgan barglar deyarli olinadi. Ikkinchi kist tagida qoldiraman bitta. Unga oziqa berib turish uchun. Yana ham ajoyib ko'rinib qoladi. Rang ola boshlagan payti suvni biroz kamaytirib, tepani yana ham loyiqa qilish kerak. Sababi pishish jarayonida yorilish ehtimolini oldini olish uchun. Hozircha holatlari yaxshi. Bu narigi tomondagi teplisamiz. Buni ham tomoni ochib qo'yganman. Hosillari ochilgandan keyin, barglar olingandan keyin yana ham yaxshi ko'rinadi. Bu teplitsa bugun ochib chiqdim. Pastdan tepagacha havo yaxshilanadi. Har xil zamburug'li kasalliklarni oldi ham olinadi. Havo yaxshilangandan keyin changlanish ham yaxshi bo'ladi. Ikkita teplisani ham ochib chiqdim. Hozircha bizda shular.
kuzatishda davom eting. Qo'yib boraman, xudo xohlasa.